Atigi 7 kun ichida prava olmoqchi bo'lganlar xush kelibsizlar. Bu videoda siz yo'l patrul xodimining ishoralarini to'g'ri va oson yechish texnikasini o'rganasiz. Videoni oxirigacha ko'ring va videoning oxirida sizga zo'r taklifim bor. Boshlashdan oldin siz tushunib olishingiz kerak. Muammo testlarni qayta yechib yodlab olishda emas, balkim uni texnikasini bilmasligingizda. Misol uchun siz testlarni ko'rib shunchaki yodlab olasiz yoki yo'l patrul xodimi ishoralari bilan svetofor ishoralari zid kelganda farqla olmaysiz. Endi yo'l patrul xodimining ishoralarini to'g'ri yechish texnikalarini o'rganib chiqamiz. Qo'llarni yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda tartibga soluvchini chap yon tomonidan kelayotgan relsiz transport vositalariga to'g'riga va o'ngga harakatlanishga, piyodalar qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi. Oldi va orqa tomonidan barcha transport vositalariga va piyodalarga harakatlanishni taqiqlaydi. Keyingi savolimizga o'tamiz. Qo'llari yon tomonga uzatilganda yoki tushirilganda chap yonidan tramvayga, chapga, relsiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda, oldi tomonidan barcha yo'nalishlar vositalariga harakat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi. Orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarini harakatlanishi taqiqlanadi. Piyodalarga tartibga soluvchi orqa tomonidan qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi. Keyingi savolimiz. Qo'llarni yuqoriga ko'targanda qoidalarda 42-bandida ko'rsatilganidan boshqa hollarda transport vositalari va piyodalarning barcha yo'nalishlarida harakatlanish taqiqlanadi. Lekin keskin tormoz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan transport vositalarining haydovchilariga harakatni davom ettirishga ruxsat etiladi. Demak, bu chorahada yo'l patrul xodimi tartibga soluvchi bo'lib va qo'lni yuqoriga ko'targan hollarda 4 ta yo'nalish bo'yicha harakatlanib kelayotgan transport vositalariga to'xtash belgisini beradi. Bu chorahaga yaqinlashib kelayotgan transport vositasi svetoforni qaysi ishoralari yonishidan qat'iy nazar yo'l patrul xodimining ishorasiga bo'ysunishi kerak. Demak, bu yerda yo'l patrul xodimi chorahaning o'rtasida gavdaga va orqaga harakatlanish taqiqlangan. Ya'ni yengil avtomobil, oq avtomobilga va yashil avtomobilga harakat taqiqlangan. Chorahada yo'l patrul xodimiga nisbatan qizil, ko'k va yashil transport vositalarida harakat egasi bo'ladi. Taqiqlovchi tomonlari sariq va oq avtomobillar bo'ladi. Harakatlanish taqiqlangan chorahada yo'l patrul xodimi qo'llarni ikki yonga ko'targan holatda qaysi transport vositalariga taqiqlangan? Ya'ni bu yerda oq avtomobil, ko'k avtomobil, yashil avtomobil. Oldi va orqasiga harakatlanish taqiqlangan. Ya'ni chapga ko'k avtomobilga taqiqlangan. Faqat to'g'ri yo'nalishda o'ng qo'ldan kirib va chap qo'lda chiqaradigan holat yo'l patrul xodimi ishorasi to'g'riga va o'ngga ruxsat beriladi. Demak, bu yerda to'g'ri javob F2 ko'k, yashil va oq avtomobillarga taqiqlanadi. Chorahada yo'l patrul xodimi turganda svetoforni ishorasi bekor qilinadi. Demak, qizil avtomobilga to'g'riga, o'ngga, chapga va qayilib olish ruxsat etiladi. Demak, bu chorahada yo'l patrul xodimi ishorasi to'g'riga, o'ngga ruxsat etiladi. Qizil avtomobilga o'ngga, to'g'riga harakatlanish mumkin. Yuk avtomobiliga to'g'riga harakatlanish mumkin. Bu joyda chapga taqiqlangan. Bu chorahada to'g'ri javob chapga taqiqlangan yuk avtomobiliga. Endi ishonchim komil siz tushundingiz. Qanday qilib yodlamasdan barcha savolga javob topish mumkin. Va bu sizga aniq kamlik qiladi. Shuning uchun 7 kun ichida kafolatli pravani olmoqchi bo'lsangiz, biz sizga tezkor avtotestni taklif etamiz. 1100 savolga qisqa va oson izohlar olasiz. 20 tadan 20 ta yechish uchun 5 ta usulini o'rganamiz. O'zingizni imtihonga 100% tayyor deb his qila olasiz. Kursimiz kimlar uchun 100% yordam beradi. Bu kurs aniq siz uchun. Agar siz avtomaktabni bitirib, testlarni topshirishga ikkilanayotgan, qo'rqayotgan bo'lsangiz, avval imtihondan yiqilgan bo'lsangiz, agar bu safar
xato qilmasdan to'liq tayyorgarlik qilmoqchi bo'lsangiz, vaqtingiz kam va 7 kun ichida tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizning kursimiz orqali 90% o'quvchilar birinchi urinishda imtihondan prava olishadi. Imtihondan avval yiqilgan o'quvchilar biz bilan 7 kunda natijaga erishadilar. Joylarimiz cheklangan, faqat 7 nafar o'quvchimizga joyimiz bor. Hozir ro'yxatdan o'ting va 7 kunda pravangizni oling.